Bugun sizlar bilan eng zo'r savollardan bittasiga javob beramiz. Xo'p, do'ppili tomni 30 sm, 40 sm chiqqan joyini qanday qilib chiqarasizlar? Shu haqida bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda taqsimotini bo'lib olasizlar. Arkani razmeri necha bo'ladi? Yoni necha bo'ladi? Yoniga bitta maslahat berib ketaman. 1.20 dan kalta bo'lib qolmasin yoni. Eng maksimali 1.20. Bundan kaltasi kalta bo'lib qoladi. Ikki yonda yelka bo'ladi-yu. Xo'p, taqsim qildinglarmi? Ikki yoniga taqsimdan tashqari bitta обычный strapli qo'yasizlar. Ko'rib turganinglarda, bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Keyin yoniga yana bitta qo'yasizlar, shunaqa qo'shliq. Sizlar necha chiqarasizlar? 30 mi, 40 mi? Shundan 30-40 uzaytirib qo'yasizlar. U yoq ham xuddi shunaqa. Keyin ikkinchi navbatda buni bir-biriga svязка qilib qo'yasizlar, qotirib mahkam mixlab. Shunda past o'ynab ketmaydi. Oldiga bitta ip tortiladi-da, strapilar shu holatga teriladi. Arka ham bemalol qo'yiladi. Ichi pong tunuka fon bo'ladi. Buni eng zo'r variantini, zo'r joyini aytaman akalar. Sizlar обычный holatda u uch tomonni ko'ryapsizlarmi? Bu yog'ini ko'rsatay. Xo'p. 3 dan mana bunaqasiga straplar olib kelinganda, bu yoq xuddi shunaqa momentda xalaqit beradigan joy paydo bo'lib qoladi. Keyin tunuka fonchilar buni kesib tashlaydi. Tomiz nisbatan silab bo'lib qoladi. Shu sababli bu eng zo'r variant bo'ladi. Ko'rib turganinglarda chiroyli holatda chiqadi. Tunuka fonchilarga ham hech qanaqa mushayt bermaydi, bemalol ishlayveradi. Videoim sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'ying. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini ham bosib qo'ying.